Rossiya Ukraina urushi boshlanganiga 5 yildan oshiq vaqt o'tdi, lekin hali ham tomonlar muzokaraga erisha olmayapti. Va eng muzokarani boshlashga to'siq bo'layotgan tomoni har ikki tomon ham bu urushda g'alaba qozongan degan natija bilan muzokaraga kelmoqchi. Ya'ni muzokaradan g'alabali natija kutyapti. Bu amalda imkonsiz. Muzokarachi rolini bajarishga Amerika urinib ko'rdi. E'tibor qaratsangiz, Rossiyaning zarbalari u qadar g'arb tarafdan yoritilmayapti-da. Urush bu axborot urushi avvalo. Ya'ni propagandaga boy bo'ladi. Ya'ni raqibni ojiz, o'zini kuchli qilib ko'rsatadi. Rossiya bundan keyin, ya'ni ittifoqchilardan harbiy yordam olishni, ya'ni askar jihatdan Yollanma askarlarni shartnoma asosida frontga yuborish tendensiyasi kuchli. Oyiga o'rtacha 30-35 ming Rossiya askari mana shu frontda halok bo'ladi-da. Rossiya Ukraina urushi boshlanganiga 5 yildan oshiq vaqt o'tdi, lekin tomonlar hali ham bir qarorga kelgani yo'q. Oxirgi chiqqan ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaga muzokara uchun o'z shartlarini bergan. Ammo Rossiya Ukraina tomonidan hech qanday shartlar kelmaganini aytmoqda. Xo'sh, o'zi aslida muzokara jo'natilganmi? So'nggi chiqqan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya Ukraina urushida Rossiya katta talafotlar ko'rgan. Aslida vaziyat qanday? Rossiyada yana mobilizatsiya hodisasi sodir bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, Rossiya fuqarolarini xorijga chiqib ketishi yana ko'payadi. Chunki bundan oldingi sodir bo'lgan mobilizatsiya jarayonida shunday bo'lgan edi. Xususan, Markaziy Osiyoga minglab Rossiya fuqarolari kelgan edi. Rossiya Ukraina urushida hozir vaziyat qanday? Bugun shu mavzular haqida gaplashamiz. Suhbatdoshimiz siyosatshunos Muxtor Nazirov. Assalomu alaykum Muxtor aka. Intervyuga vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Rossiya Ukraina urushi boshlanganiga 5 yildan oshiq vaqt o'tdi, lekin hali ham tomonlar muzokaraga erisha olmayapti. Oxirgi tarqalgan xabarlar, chiqqan xabarlarga ko'ra, oxirgi muzokara variantini Ukraina prezidenti Zelenskiy taklif qilgan, ammo Rossiya bu taklif bo'lmaganini aytib chiqdi. O'zi tomonlar taklif bo'lyaptimi va o'rtadagi muzokarachi davlatlar hali ham mavjudmi? Mana shu Rossiya Ukraina urushini to'xtatish masalasi bo'yicha. Har qanday mojaro muzokara bilan yakunlanishi bu oldindan aniq. Faqat muzokaralarga tomonlar qaysi sharoitlarda, qaysi shartlar bilan keladi. Ya'ni kimning pozitsiyasi kuchli, kimniki ojiz va eng muzokarani boshlashga to'siq bo'layotgan tomoni har ikki tomon ham bu urushda g'alaba qozongan degan natija bilan muzokaraga kelmoqchi. Ya'ni muzokaradan g'alabali natija kutyapti. Bu amalda imkonsiz. Ya'ni o'rtada kim vositachi bo'lmasin, har ikki tomon ham nimalardan voz kechishi kerak. Endi hozir urushni shunday bir fazasiga keldiki, kim ma'nan haq, kim ma'nan nohaq degan masala kun tartibida emasdi. Agar ma'nan olib qaralganda, bu Ukraina hududida bo'layotgan urush, Ukraina xalqaro tan olingan hududini qaytarib olishga haqli. Amalda esa vaziyat birmuncha o'zgargan, boshqacha. Baribir ikki tomon ham hozir katta ziyon ko'rdi. Ya'ni Ukraina o'zini 1 yillik yalpi ichki mahsulotidan ham ko'proq darajada Yevropa va AQShga qarzdor. Rossiya ham baribir o'zini hamkorlaridan va geosiyosiy va iqtisodiy jihatdan ham tahlillarda krizisga kirib qolgani aytiladi. Urush vayronkor holatga kirib bo'lgan, resurs urushiga, ya'ni oxirgi resurs qolgungacha. Resurs deganda nima? Bu qurol-yarog', insoniy resurs, moliyaviy resurs, urushga bo'lgan qat'iy ishonch, ya'ni urushni davom ettiramiz degan jamoatchilik fikri. Mana shu o'rtasida hozir raqobat ketyapti. Ya'ni muzokaralar bo'ladi, har qanday holatda ham bo'ladi. Muzokarachi rolini bajarishga Amerika urinib ko'rdi. Bundan avvaliga Steve Witkoff, Jared Kushnerlar faoliyati haqida xabaringiz bor va uni yana qaytadan boshlash bo'yicha Donald Trump tashabbusini ham ko'rdik. Yaqin kunlar ichida aynan shular muzokarachi insonlar Kiyevga tashrif buyurishi, avval Kiyev bilan gaplashib, undan keyin yana Moskva bilan muloqot qilish haqida ma'lumotlar chiqqanda, hali uni aniq sanalari ma'lum bo'lgani yo'q. Demak, hozir tomonlar mana shu muzokaralar boshlanishdan oldin o'zini pozitsiyasini yaxshilashga va muzokarada vositachilik funksiyasini bajarayotgan Amerika Qo'shma Shtatlariga uning imkoniyatlari yuqori ekanligini ko'rsatib, ko'proq natijaga haqli ekanligini ko'rsatishga harakat qilyapti. Ya'ni bu dron zarbalarida ham, infratuzilmalarga zarbalarda ham mana kuni kecha e'lon qilindi, yanvar oyidan boshlab
faol o'sha mudofaa deb nomlanadigan operatsiyasi, ya'ni hujum emas, faol mudofaa operatsiyalari natijasida Ukraina ham katta bir Rossiyaga yo'qotishlarni olib keldi. yo'qotishlar olib keldi. Bu bir katta bir hududlarni ozod qildi, Zaporojye hududlari qismida. Hatto o'sha zarbalar oqibatida Rossiyada neft umuman energetika inqirozi boshlanib ketdi. Biz hozir mana shu jihatlarni bilamizda, lekin e'tibor qaratsangiz, Rossiyaning zarbalari u qadar g'arb tarafdan yoritilmayapti-da. Ya'ni Rossiyaning har bir zarbasida mediasida ham deyarli yoritilmayapti-da. Misol uchun biz ko'ramiz, TASSda ko'ramiz, lekin u darajada, ya'ni Ukrainaga to'g'ri, ya'ni dron borganini, binolarga hujum bo'lganini yoritiladi, lekin katta masshtabli hujumlarini deyarli biz ko'rmaymiz. Amalga oshyapti. Ya'ni biz Ukraina tomonidan berilayotgan xabarlarda e'tibor bersangiz, har bir hujumdan keyin kamida 2-3 nafar, ayrim hollarda 5 nafar inson halok bo'lyapti. Ya'ni halokatli zarbalar. Endi shunday bir tasavvur paydo bo'lmasligi kerak, Rossiya faqat Ukraina fuqarolarini ovlayapti yoki Ukraina fuqarolari istiqomat qiladigan infratuzilmalarga zarba beryapti. Yo'q. Harbiy hudud zarbalariga ham, logistik markazlarga ham, pochtasiga ham, energetik obyektlarga ham, dron ishlab chiqaradigan va yoki sanoat hududlariga zarar beryapti. Lekin axborot makonida yashayapmiz-ku, axborot asosan aksentni mana shu gumanitar qismiga uryapti-da. Ya'ni faqat shularga hujum qildi. Aslida bunday emas. Tomonlar ham birinchi navbatda harbiy bir nuqtalarni mo'ljalga olyapti, lekin u urush shunaqa narsaki, hamma vaqt reja bo'yicha ketmaydi. Dronlar ham o'zini trayektoriyasini yo'qotadi, qancha uzoq uchgan sari. Dronga qarshi vositalar ishga solinganda uni trayektoriyasi o'zgaradi yoki urib tushirilgan uni qaysidir qismi qaysidir joyga tushadi, u yerda portlash yuz beradi. Yoki olaylik, urushni qiymatni oshirish uchun, masalan, Ukrainaning zarbalari ko'proq nima uchun qaratilgan? Rossiyada urush kayfiyatini hosil qilish uchun. Urush bu qandaydir uzoq joyda bo'layotgan hodisa emas, aynan Ukraina hududida, chegarada, Rossiyaning o'zida ham bo'layapti. Ukrainlar mana shu urush fonida qanday yashaganligini tasavvurini Rossiyaga berishga harakat qilyapti. Va buni ommaviy axborot vositalari haqiqatan to'g'ri yo'l. Hattoki o'sha Ukraina zarbalari natijasida Rossiya fuqarolari halok bo'lsa ham, bu Ukrainalar shuncha halok bo'ldi-ku degan narsa bilan yopish kerak. Aslida bu ikkalasi ham noto'g'ri. Ukraina, ya'ni xalqaro va mahalliy mediasidan yaxshi foydalanyapti demoqchi. Juda kuchli foydalanyapti. G'arb mediyasi bu jarayonni ko'proq Ukraina nigohi bilan yorityapti. Biz ommaviy axborot vositalari Rossiya tomonidan turib yoritayotgan medialar ham mavjudki, Rossiyadan tashqarida, misol uchun Xitoy manbalarini aytish mumkin, Shimoliy Koreya, Afrika manbalarini aytish mumkin. Ommaviy axborot vositalarini, jahon ommaviy axborot vositalarini asosini katta qismini baribir g'arb ommaviy axborot vositalari tashkil qiladi, katta yo'l tashkil qiladi. Endi Rossiya tomonidan yoritilayotgan xabarlarda ham, Ukraina tarafidan yoritilayotgan xabarlarda ham bir narsa unutmaylik, urush bu axborot urushi avvalo. Ya'ni propagandaga boy bo'ladi. Ya'ni raqibni ojiz, o'zini kuchli qilib ko'rsatadi. Berilgan zarbalar natijasida o'sha obyekt yakson bo'lganligini, juda ham katta talafot yetkazilganligini, harbiy texnika yo'qotilganligini xabarini beradi. Aslida ham shundaymi, shunday emasmi, uni bilmaysiz. Ya'ni urushni yakuniy bahosini yerdagi vaziyatlar aks ettiradi. Ya'ni front siljayaptimi, yo'qmi? Ya'ni Ukrainaning sharqiy qismida front baribir Rossiya tomonidan yo'qotishlar bo'lsa ham siljib borayotganligi bu fakt. Ukraina qanchadir hududni ozod qilganligi, aynan shu Xerson viloyati qismida, Zaporojye viloyati qismida ozod qilganligi bu ham fakt, kartalarni ko'rsatadi, bu fakt. Lekin mana bu kundalik zarbalar, ularning natijalari, u borasidagi xulosalarning katta qismi bu propaganda. Ya'ni jamoatchilikka, Ukraina jamoatchiligiga g'alaba qozonayotgan hissini berish va Ukraina jamoatchiligida qarshilik ko'rsatish borasidagi qo'llab-quvvatlovni ta'minlab turish hozirgi kunda 60-70% darajasida. Ya'ni urush Ukraina g'alabasi bilan yakunlanmaguncha davom etishi kerak degan fikrni Ukraina jamoatchilik fikri, jamoatchilik shuni qo'llab-quvvatlayapti. Rossiyada ham xuddi shu fikr bo'lishligini ta'minlash uchun shu natijalar, shu kartinkalar, propagandik dasturlar ko'rsatadi. Ya'ni zarbalar ko'rsatadi, ya'ni yakson bo'lgan obyektlar, harbiylar, asirlar yoki asirlar almashuvi olaylik. Ya'ni asirlar almashinuvida ham propaganda bor. Qancha ko'p asirlarni halok bo'lganlarni hozir ko'proq almashayotgan bo'lsa, ko'proq raqamdagi halok bo'lgan askarlar almashsa, shuncha ichki auditoriyaga xabar beradiki, biz g'alaba qozonyapmiz. Shuncha yakson qilyapmiz, shuncha talafot ularda ko'p. Demak, bizni bu urushda
tashabbus bizning tarafimizda degan fikr. Ya'ni bularning hammasi informatsion fon. Informatsion fon nimaga qaratilgan? Mana shu Ukrainani agar Rossiyani qaraydigan bo'lsangiz, G'arbni Ukrainani qo'llab-quvvatlash shashidan pasaytirish. Ukraina baribir bu urushda mag'lub bo'ladi, uni qo'llab-quvvatlash befoyda. Yaxshi Rossiya bilan kelishish kerak va Rossiyaning yana arzon energetikani qabul qilib, iqtisodiyotini yana tiklash kerak degan bir tag mazmun bor. Ukrainaga axborotga qaraydigan bo'lsangiz, Rossiya ojiz bo'lib qoldi, katta yo'qotishlarga duchor bo'ldi, sanksiyalar ta'sir ko'rsatyapti va uzoq muddatli urush olib bora olmaydi va Rossiya hech qachon yadro qurolini qo'lla olmaydi, bu ko'proq shantaj. Demak, Ukrainani qo'llab tursangiz, siz Yevropani ham qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Ukraina yutqizsa, Yevropa yutqizadi degan bir xabar. Va shunday tendensiya ham mavjud edi. Misol uchun, mana urushning 2 yoki 3-yilida Germaniya kansleri aytgandiki, ya'ni agar Ukraina yutqazsa, bu urushda Rossiyaning keyingi o'ljasi Yevropa bo'lishi mumkin va biz bundan keyin mudofaaga yaxshi xarajatlar qilishimiz kerak va mudofaani kuchaytirishimiz kerak degan va hatto Britaniya qo'mondonlari Ukrainadagi hujum joylariga borganda, ya'ni o'sha hududlarga borib amaliyotlar bajarganda. Nazarimda bu yerda baribir Ukraina diplomatiyasining g'alabasi. Ya'ni Ukraina shunga ishontira oldida. Ya'ni o'sha Bucha, Irpinga olib borish orqali, ya'ni dron zarbalarini berish orqali, ya'ni dron Rossiyaning ichkarisi hududiga. Ya'ni bu nega faol ravishda bu narsa amalga oshira oladi? Dron zarbasi endi mana ballistik raketalar ishlab chiqaramiz deyapti. Hatto taqdimotlarni ham o'tkazdi. Ko'rsatdi, ya'ni faol qo'llagani haqida, jang maydoni natijasi haqida hali xabarlar yo'qdi. Qanotli raketalarni uchiryapti masalan. Ya'ni bunday bir shaxt, qanday shunday bir amal, mana shunday amalga oshirish qanday paydo bo'lib qoldi? Ya'ni ular Rossiyadan katta hajmdagi javob zarbalar bo'lmasligiga ishonchi komil. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Rossiyada nafaqat qurolli, balki askarlar jihatdan ham kamchiliklar yuzaga kelayotganini aytishadi va isbot tariqasida Rossiyani o'z migrantlari va boshqa davlatlardan insonlarni urushga yollash masalasi ham ko'rib chiqiladi va Hindistondan statistikalar chiqadi. Hatto Hindiston bosh vaziri Narendra Modi Rossiyaga, ya'ni adashmasam nota yuborganda hindlarni o'z vataniga qaytarish va urushga yollamaslik bo'yicha Afrikadan va bizga aniq ma'lumotlari bor. Ya'ni Shimoliy Koreyani 50 mingga yaqin askari Rossiyadan turib Ukrainaga qarshi hujum qilgani va hatto Zelenskiy uning videolari va hujjatlarigacha oshkor qilganda, Rossiya bundan keyin, ya'ni shu yo'sinda davom etadimi? Ya'ni o'z ittifoqchilaridan harbiy yordam olishni, ya'ni askar jihatdan va hatto adashmasam Shimoliy Koreyadan qurol-yarog' yordamni ham olayotganda. Endi Rossiyadagi vaziyatlarni kuzatar ekanmiz. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarni xolis tahlil qiladigan bo'lsangiz, ya'ni yollanma askarlarni shartnoma asosida frontga yuborish tendensiyasi kuchli. Bu Afrikadan ham, Yaqin Sharqdan ham, Hindistonlik yoki boshqa xorij Lotin Amerikasi mamlakatlaridan ham. Ya'ni ularni ko'proq urushga jalb etilmaydi. Ya'ni mehnat uchun, front orti ish uchun katta oyliklar va'da qilinadi. Kelgandan keyin og'ir ijtimoiy bir psixologik holatga solib, shartnoma imzolatishga majburlatishadi. Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari, ya'ni hammasining mantig'i shunday, mehnat muhojirlikka boradi va muallim bir qismi keyin majburlikdan yoki boshqa bir yo'llar bilan frontga jo'natilganligini ko'ramiz. Va bu deganiki frontda talafotlar yuqori ekanligidan dalolat beradi. Endi xuddi shu yuqori bo'lishi bir tomondan aniq emasmi? Ya'ni urushga hatto o'z qurol ishlamagan odamlarni urushga frontga jo'natish. Endi mana bu ma'lumotlarni kuzatayotgan bo'lsangiz, ya'ni u yerda tayyorlash jarayoni ham u qadar professional darajada emasdi. 2 haftalik tayyorgarlik bosqichi asosan o'sha avtomat bilan o'qizish, ya'ni bu yerda ko'proq, ya'ni urush hozir shunday bir resurs aytyapmiz-ku, ya'ni Ukraina uchun resurs bu insoniy resurs cheklangan. Rossiyada esa bu resurs birmuncha ko'proq Ukrainaga nisbatan va o'sha ma'lumotlarda ham chiqdi. Hattoki o'sha Amerikaning maxsus xizmatlari rahbari ham tasdiqladi. Ya'ni oyiga o'rtacha
$30-35 ming Rossiya askari mana shu frontda halok bo'ladi-da. Ya'ni bu halok bo'lish nimani hisobiga? Rossiya bu hujumga o'tayotganligidan dalolat beradi. Ya'ni hujumga o'tayotganida ko'proq talafot bo'ladi. Endi Aleksey aytgan masalaga keladigan bo'lsak, masalani ikkinchi tarafini ham ko'rishimiz kerak. Ukraina hududida faqat Ukraina askarlari ham emas. Gruziyadan, hattoki Markaziy Osiyo mamlakatlaridan ham, Lotin Amerika mamlakatlarida ham, Yevropa mamlakatlarida ham, ya'ni axborotni bu tomoni ham bor demoqchiman. Va Ukrainada ko'ramiz, ya'ni xabarlari chiqadi, Markaziy Osiyolik, Yevropalik va AQShlik askarlarni Ukraina tomonidan turib Rossiyaga qarshi urushayotgan. Lekin o'ylaymanki, ya'ni rossiyachalik juda ko'p askarlarni qabul qilmayapti Ukraina. Endi qarang, bu yerda birgina Shimoliy Koreyani o'zida 50 mingga yaqin askar. U bo'yicha har xil xabarlar borda. Mana Ukraina qismini gapirib olay. Ukrainada ham mana shu internasional nimalar bor, batalyonlar bor. Belaruslar, sobiq harbiy bo'lgan yevropaliklar, amerikaliklar, Lotin amerikaliklar, Markaziy Osiyodan, hattoki Chechenistondan, Gruziyadan, ya'ni ular ham qaysidir qismda faoliyat yurityapti. Ya'ni bu masala faqat bir tomonlama demoqchi emasman, to'g'ri. Ular hujumga o'tmayotgan bo'lishi mumkin, mudofaani amalga oshirayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ular tarafdan ham bu urush bor. Shimoliy Koreyaliklar masalasiga keladigan bo'lsak, Shimoliy Koreyaliklar Rossiya bilan ittifoqchilik munosabatlariga ega. Asosiy ularning faol ko'magi Kursk operatsiyasi davrida bo'ldi-da. Hali to'laqonli, masalan, Shimoliy Koreya askarlari Ukraina hududida jang olib borayotganligi haqida ma'lumot yo'q. Ochiq manbalar prezidentning o'zi tasdiqladi-ku. Yo'q. Bu yerda aytildiki, Kim Chen In mana Ukraina, hattoki Ukraina hududida vafot etgan askarlarga xotirasiga bag'ishlab muzey tashkil qildi. Uylar qurib berdi. Kurskdagi jangda halok bo'lgan 2,5 mingdan oshiq raqam aytilyapti. Jami 10 ming askar yuborgan bo'lsa, shu 2,5 mingdan oshiq u yerda halok bo'lgan, o'sha monument tashkil qilgan. Bu Kursk viloyati, ya'ni ularning o'rtasidagi shartnomani mazmundan kelib chiqadigan bo'lsak, u birgalikdagi mudofaa qilish asosan ikkala mamlakat hududiga tegishli. Uchinchi mamlakat nazarda tutilmagan, ya'ni bu yerda agressiya nazarda tutilmagan mudofaa haqida. Endi hozirgi so'nggi ma'lumotlar, Ukraina tomonidan chiqarilayotgan ma'lumotga qaraganda, hozir Rossiyaning hududida, o'sha Voronezh deyilyapti, boshqa bir hududlarida, Rossiyaga Ukraina chegaradosh bo'lgan hududlarda 30 mingga yaqin yana o'sha Shimoliy Koreya askarlari to'plangani, endi Shimoliy Koreya o'zini harbiy texnikasi bilan kelgani, oxirgi ma'lumot qarasangiz, Zaporojye viloyatidagi obyektlarga Shimoliy Koreya raketalaridan zarba berilgani haqida ma'lumotlar chiqyapti. Ya'ni Shimoliy Koreya qaysidir ma'noda bu urushda Rossiya tomonidan ishtirok etayotgan kuch. Lekin hali Ukraina hududida muntazam armiya, to'g'ri, ko'ngillilar bo'lishi mumkin, lekin katta sonli askarlarni ishtirok etayotganligi haqida hali tasdiqlangan ma'lumotlar, ochiq axborotda yo'q. Faqat bayonotlar bor, talqinlar bor. Va endi buni vaziyatni kuzatish kerak. Hozir bu jarayon ko'proq nimaga o'xshaydi? Shimoliy Koreya nazarini mana shu urush davrida qandaydir bir iqtisodiy manfaatni ko'ra bildi. Mana turli ma'lumotlar chiqyapti. Urush boshlangandan beri Shimoliy Koreyaning yalpi ichki mahsuloti sezilarli darajada o'sgan. Hatto raqamlar ham aytilyapti, 22 milliard AQSh dollari hajmida. U mablag' ko'rinishda ham bo'lmasligi mumkin. Shimoliy Koreya o'sha raketalarning qismiga oziq-ovqat olgan bo'lishi mumkin, yoqilg'i olgan bo'lishi mumkin yoki harbiy texnologiya olgan bo'lishi mumkin. Ular uchun hozir juda ham harakat qilyapti suvosti kemasini qilishga yoki yadro qurolni tashib yuradigan kema qilishga. Ya'ni bu Rossiyaning texnologiyasidan olishga harakat qilyapti. Ya'ni ularning o'rtasidagi munosabatlarda qanday bandlar borligini bilmaymiz, lekin Shimoliy Koreya bilan Rossiya munosabatlari so'nggi paytlarda, ya'ni harbiy mudofaa masalalarida juda ham o'sib borayotganligini ko'ryapmiz. Endi bu urushga qanday ta'sir ko'rsatadi desangiz, muayyan ta'sirini ko'rsatyapti. Ya'ni yetishmayotgan raketalar, Shimoliy Koreya raketalari, Shimoliy Koreyada masalan u askarlarni agar Ukraina hududida qatnashadigan bo'lsa, bu shunday holat keltiradiki, ya'ni Shimoliy Koreya, Janubiy Koreyani olaylik yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridan bu boshqa talqin qilishi mumkin. Ya'ni Ukrainaga yordam berish hajmini oshirishi mumkin. Urush bu shunaqaki, bu paritetli urushda. Ya'ni urush bitta joyda bo'lmaydi. Ha, ya'ni bitta taraf qadam tashlasa,
xuddi shaxmat doskasidagi yurishga o'xshab ikkinchi tomon ham yurish tashlaydi. Hozirgi jarayonlarni kuzatadigan bo'lsangiz, Amerika Qo'shma Shtatlari muayyan darajada Ukraina qo'llab-quvvatlash pozitsiyasiga o'tayotgandek. Ya'ni avvalgidek razvedka ma'lumotlarni berayotgani, Ukrainani taktik ustunlikni qo'lga kiritayotgani haqidagi bayonotlari, Trampning bayonotlari, Marko Rubioning bayonotlari va Ukraina ya'ni bu urushda muayyan bir ustunlikka ega bo'layotgani va urushni keyingi taqdiri ko'proq jang maydonida hal bo'lishligi haqidagi bayonotlar ham bu nimadan dalolat beradi? Ya'ni endi agar siz muzokarada bo'lajak muzokaralarda muvaffaqiyat qozonmoqchi ekansiz, buni muvaffaqiyatni yerda tasdiqlang. Ya'ni Ukrainani hozirgi dronlari deymiz, raketalarini tutib olish imkoniyati Rossiya cheklangan ekan, bunday pozitsiya bilan u muzokaralarda kuchli bir natijalarga erisha olmaydi. Ukraina ham xuddi shunday. Ya'ni Ukrainani ojiz nuqtasi nima? Ya'ni havo mudofaa tizimiga raketalar yetishmaydi. Hozir to'siqlarsiz zarbalarni Kiyev viloyatiga, Suma viloyatiga, boshqa hududlarga bemalol zarba bera olyapti. Mana shu holatda muzokaraga kirsa, Ukraina qanday natija talab qila oladi? Ya'ni shunday holatki, har ikkisi ham ojiz. Mutlaq ustunlik biror bir tarafda yo'q. Har birining o'ziga xos ustunlik tarafi bor va o'sha ustunligini tomonlar hal eta olmayapti. Demak, Ukrainaning prezidentining faol hozir bayonotlari, ya'ni hozir aytayapti-ku, hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridagi mavjud zaxiralarning 5% yetarli bizga deyapti. Biz olayotganimiz eng yuqori bo'lgan paytda 2% shu zaxiradagi raketalarni olganmiz deyapti-da. 5% hajmidagi raketalarni bersa, Ukraina mudofaasi to'liq ta'minlangan bo'ladi. Agar 10% bo'ladigan bo'lsa, biz urushni oldinroq ham yakunlab qo'yishimiz mumkin degan bayonotlar beryapti. Ya'ni bu muzokaralardagi Ukraina ojiz nuqtasi mana shu raketalar. So'nggi, ya'ni Rossiya tomonidan bir mana qariyb 10 yildirki aholisi haqida, ya'ni aholining o'sib borish dinamikasi, demografiyasi haqida ma'lumotlar berilmayapti. G'arb mediasiga ko'ra, Rossiya urushga kirgandan boshlab yoki undan oldin qarishni boshlagan, ya'ni yosh avlod deyarli kamaygan va bu urushga qanchalik ta'sir qiladi. Ya'ni xabarlarga ko'ra, o'zi Rossiya yaqin vaqtlar ichida yana urushga chaqiruvni amalga oshirmoqchi. Bundan oldingi harbiy chaqiruvlarda ham Rossiyani juda ko'p boylar va yoshlari mamlakatni tark etgan edi va bu yo'nalish yana qayta takrorlanadimi? Ya'ni Rossiyani fuqarolar tark etishi ko'payadimi? Mobilizatsiya haqida gapiryapsiz. Ya'ni nazarimda mobilizatsiya shu paytgacha o'zi to'xtamagan. Ya'ni oyiga 30 minglab yo'qotishlar bo'layotgan paytida, ya'ni uni o'rnini 30 ming yana to'ldirib qo'yish kerak. Ya'ni bo'shliq bo'lishi mumkin emas. Hatto agar armiyaga yoki o'sha harbiy chaqiruvga bormaganlarga Rossiya qonunchiligiga ko'ra harbiy chaqiruvdan bosh tortish deya katta bir jarima va urushga majburan olib borish shartlarini ham qo'ygan Rossiya. Jinoyat javobgarligi ham tortiladi. Ya'ni umumiy harbiy o'sha safarbarlik, mobilizatsiya e'lon qilingan paytida, ya'ni qoidaga ko'ra bu xuddiki muayyan darajada bir harbiy holatga yaqinroq vaziyat yuzaga keladida. Unda fuqaroni ayni chaqiruvgacha bo'lgan davrdagi huquqlari muayyan darajada cheklanadi. Ya'ni bo'ysunish kerak. Ya'ni o'sha chaqiruv yoshidagi inson bo'ladigan bo'lsa, o'sha talablarga javob beradigan bo'lsa, tibbiy talablarga javob beradigan bo'lsa, u harbiy majburiyatni bajarishi kerak, o'sha yoshda bo'ladigan. Demak, buni hozir rasmiy amalga oshirilmagan holatda ko'proq, ya'ni yashirin yoki mana muhojirlar hisobiga yoki urushga borish istagida bo'lganlarni yoki olaylik ayrimlari katta pul evaziga, qamoqxonadagilarga va hokazolar hisobiga amalga oshirilib kelayotgan edi shu paytgacha. Nazarimda endi bu ham yetarli bo'lmayapti. Ya'ni ayrim bir manbalarga qaraydigan bo'lsangiz, shu yashirin ravishda amalga oshirilayotgan mana shunday mobilizatsiya natijasida qariyb 25-30 ming atrofida inson yig'iladi. Lekin frontda har oy 30 ming, ayrim paytlarda 35 ming. Ya'ni u masala bu yerda hattoki o'sha mobilizatsiya qilingan insonlarni harbiy holatga tayyorlashga ham vaqt yetmaydi-da. Tezroq uni o'rin to'ldirish kerak, okoplarni to'ldirish kerak. Agar o'sha joyda askar bo'lmasa, ya'ni juda ham katta front, 1000 kilometrdan oshiq uzunlikda front bor.
to'ldirilmasa, qarshiliklarsiz Ukraina o'sha hududlarni baribir dronda ko'rib turibdi, kuzatib turibdi, o'sha hududlarni jangsiz egallab olishi mumkin. Shuning uchun Rossiya baribir mobilizatsiya qilishga majbur. Endi hozir ko'proq aytilayotgani bu sentyabr oyidagi saylovlardan keyin hokimiyat qayta legitim Shu kuchga savol bermoqchiman, ya'ni saylovlar Rossiyani Ukrainaga bo'layotgan urushni qanchalik o'zgartira olishi mumkin yoki bundan umid yo'qmi? endi urushni o'zgartirishi, ya'ni Rossiyaga bitta baribir muzokaralardan oldin bitta katta jang kerakda. Katta yurish, katta bir natija qo'lga kiritishga bu ko'proq yo'qotishlar hisobiga bo'lishi tayin. Buning uchun katta mobilizatsiya harakatlar amalga oshirish kerak. Mobilizatsion kuchni amalga oshirish uchun uni legitim asoslarni mustahkamlash kerak. Ya'ni saylovdan keyin, ya'ni 5 yilga yana Gosduma mandat oladi va urushni qo'llab-quvvatlayotgan hozir partiyalar asosan qolgan. Ular parlamentga ko'chgandan keyin, biz xalq irodasini namoyon qilishimiz kerak. Xalq urushidagi xalq irodasi. Ya'ni urushni davom ettirish bo'yicha mandatni oldik. Mobilizatsiyani e'lon qilamiz, bu qonunlarga ham to'g'ri keladi deydi va shu asosda endi katta bir harakatni amalga oshirish mumkin. Bu qishdan avvalgi. Qish paytida esa endi doim qish payti ittifoqchi bo'lgan Rossiyaga, ya'ni energiya obyektlariga zarbalar, ya'ni katta yurishlarni amalga oshirish qiyin-da. Energiya obyektlariga zarbalar, qishni og'ir o'tkazishga bo'lgan harakatlar natijasida, ya'ni Ukrainani mudofaa salohiyatini pasaytirishga harakat qiladi. Lekin ungacha bo'lgan davrda mana shu bir harbiy harakatni amalga oshirishga urinish bo'lishi mumkin. Ikkinchidan esa bir narsani e'tiborga olishimiz kerakki, ya'ni Rossiyadan, ya'ni urush yoshidagi insonlarni chiqib ketish jarayoni ham kuchaygan. Va shuning uchun ham nazorat kuchayganligi haqida ma'lumotlar bejizga chiqmayapti-da. Ya'ni urushning birinchi boshlanish davrida katta bir relokantlar deb ataladigan shaxslar, ya'ni ular mehnat muhojir deb atamaydi o'zini, relokant deb ataydi. Ya'ni boshqa bir hududga borib o'zini mehnat faoliyatini amalga oshiradi. Ya'ni ular ko'pi, aksari bu qora mehnat qiluvchilar emas, aqliy mehnat qiluvchi insonlar. Qancha Qozog'istonga, Gruziyaga, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga, Yevropaga chiqib ketganlar bor. Ya'ni agar shu mantiq bilan qaraydigan bo'lsak, yana bir to'lqin mana shunday insonlar, ya'ni urushga ichidan qalban rozi bo'lmagan, asosan shaharlarda istiqomat qiladigan, aqliy mehnat qiladigan yoki tadbirkorlik faoliyatini masofadan turib amalga oshirishga imkoniyati ega bo'lgan insonlarni chiqib ketish ehtimoli bor. Endi mobilizatsiya amalga oshmay qoladi-ku agar shu chaqiruv yoshidagi insonlar chiqib ketadigan bo'lsa. Katta ehtimol bilan ularni mana bu hujjatlar bilan xorijga chiqish, hattoki ma'lumotlar chiqqan, xorijga chiqish ruxsatnomalarini bekor qilish, chegaralarni vaqtincha yopish, avtomobilni chiqishni cheklash, hozir shu ma'lumotlar chiqyapti. Kabi baribir to'siqlarni qo'yishga baribir harakat qiladi. Hattoki o'sha harbiy chaqiruvdan qochgan, ya'ni qochib ketgan yoshlarni Markaziy Osiyoga kelganlarini norasmiy ravishda Rossiya o'zi tutib, ya'ni o'zini hududiga olib ketganlari ham bor. Ya'ni adashmasam 10 dan oshiqlari mana shu olib ketilgan, ya'ni harbiy chaqiruvdan qochgan fuqarolarini. Endi shu taraflari ham bor, ikkinchi tarafi ham borki, relokantlar baribir o'sha Rossiyani tark etgandan keyin ular nima niyat bilan tark etadi? Ya'ni butunlay tark etamiz degan niyat bilan emasda, vaqtincha mana shu mobilizatsiya o'tgandan keyin vaziyat tinchsa yana qaytamiz degan niyat ilinj bilan qaytadi. Yoki urush tugagunga qadar. Tugagungacha. Ko'pi mana shu niyat bilan ham Rossiya qaytgan paytida yana shu qo'lga olinib, mobilizatsiya qilinib yoki ularga nisbatan qamoq jazosi yoki o'sha harbiy xizmatga yuborish holatlari kuzatilgan. Shuning uchun ham olaylik ichki protest kayfiyati urushga nisbatan Rossiyada real olib qarasak yuqori. Ya'ni buni nimadan bilsangiz bo'ladi? Ya'ni urush tematikasini, ya'ni 22-yil bilan hozirgini qo'shtiradigan bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlar yaxshi ko'rsatadi. Qo'llab-quvvatlash darajasi kam. Ya'ni bor, qatlam bor. Ya'ni oxirigacha kurashamiz, Rossiya imperiyachi kayfiyatni qo'llab-quvvatlaydigan, Rossiya hech qachon yengilmagan, hech qachon yengilmaydi kabi fikrlaydigan insonlar ham bor. Lekin katta qismi nazarimda bu urush tezroq yakunlanishi va u bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy muammolar tezroq bartaraf etilib, yana urushdan avvalgi normal holatga qaytishni istaydi.
Va bunday insonlar ya'ni o'zi xohlamagan urushda qatnashishni tabiiy istamas ekan, yagona yechimi vaqtincha bo'lsa ham Rossiyani tark etish bo'ladi. Mana shunday bir holatda saylov o'tkazilyapti. Endi saylov o'tkazilgandan keyin uning natijasi, ya'ni Rossiya siyosiy elitasi xohlayotgan natijada bo'lishi kerak. Shuning uchun ham hozirgi siyosiy jarayonlar ham Rossiya yetakchisini hozir faol olaylik targ'ibot bilan yuribdi-da. Masalan, Sibir ortiga, mana uzoq sharqqa, Kuril orollariga, boshqa joylarga borib aholi bilan uchrashuvlari. Putinning o'zi, ya'ni siyosiy imijini yaxshilash, ya'ni siyosiy obro'si tushgan, endi imijni tiklash uchun albatta aholi ichiga kirib o'zini ya'ni erkin tutishga harakat qilyapti. Ya'ni Putinning imiji Rossiyadagi siyosiy partiyalarning imijida. Ya'ni u siyosiy partiyalar rang-barang bo'lgani bilan ham ularni hozirgi Ukrainadagi urush bo'yicha pozitsiyasi bir xil. Ya'ni bu yerda qandaydir unga qarshilar baribir yopilib muxolif yoki qanday alternativ fikrlar kuzatilmayapti. Shuning uchun ham qandaydir bir ularni ham imijini o'ylab yoki ular baribir umumiy bir pozitsiya nuqtai nazaridan ham o'ylaymanki, Putin hozir shu uchrashuvlarni o'tkazyapti, hududlarda tadbirlar o'tkazyapti, harbiylar bilan, fuqarolar bilan turli darajada uchrashuvlar o'tkazyapti hamki, bu ham mana shu saylov arafasida, ya'ni Rossiyada hamma jarayonlar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish masalalari nazorat ostida, hech qanday muammo yo'q. Rossiya iqtisodiyoti rivojlanyapti. Hozirgi bo'layotgan noqulayliklar deyligi, qo'shniroqchidagi dronlarni uchishi yoki u bu hududlarga zarba berish, masalan, Novorossiysk portiga zarba berilishi, izdan chiqarilishi kabi holatlar vaqtinchalik holat. Hammasi nazorat ostida degan bir tasavvurni berish uchun ham odamlarning shu siyosiy jarayonlarga bo'lgan ishonchini va Rossiyani bu vaziyatdan chiqib keta olish qobiliyatiga ishontirish uchun ham faol hozir uchrashuvlar o'tkazyapti. Ya'ni avvalgidek markaziy telekanallar orqali propagandik dasturlarning o'zi yetarli bo'lmay qoldi-da. Ya'ni u propagandik dasturlar avval boshdan propagandik odamlarni chalg'itish uchun yoki bir urushda g'alaba fikrini berish uchun maqsadli ekanligini ko'pchilik tushunib qoldi. Ya'ni xolislik darajasi ancha-muncha kam ekanligini tushunib qoldi. Shuning uchun ham endi nazarimda hozir Rossiya prezidenti mana shu vaziyatda o'nglash uchun bir harakat qilayotgandek taassurot uyg'onyapti. Savollarim o'z nihoyasiga yetdi. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat, Muxtor aka.